Ha, tinchligimi? Sen qayerga ketyapsan? Onajon bolalar bilan choyxona yetdi. Ketyapmiz shunga. Sen ham orqangda yer ko'rmay qoldi. Choyxona deysan, har doim ko'chadasan. Biron joyga chiqishdan otadan, onadan so'ralar bolam. Mana endi so'raymizda ruxsatni onajon mana. Sen meni pulgucha deb o'ylayapsanmi? Ol pulingni. Mana bo'lmasa yana onajon. Bo'pti, soat 10 gacha uyda bo'ling bolam. Ozroq kech qolishim mumkin-da onajon mana. Bo'pti, 10 gacha ruxsat. Bo'ldi Baroqqa, bugun umuman kelmasang ham mayli. Dadasi qayerga ketyapsiz? Mayli, yaxshi borib keling. U yerim ketgani yaxshi, ha? Hammani rozi qilib.